Hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz, ayolimiz aynan ikkita kislorod bo'lgan ekanlar. Hozir ikkinchi bolalari 10 oylik bo'libdi. 6 oylik paytida o'zi birinchi bolalari bo'lib qo'ygan. Qo'rqishganidan yana bu qolmasin deb hozir kelishibdi. Bachadonlarning holatini ko'rdik, hayitlar kelgan va hozir biz aynan ayolimizga kumush spiral qo'yib qo'yapmiz. Juda ko'p hollarda ayolimizni uydagilari yoki ayolimiz o'zi spiralni o'zi tanlab bering deydilar. Bizlar odatda spiralni holatga qarab belgilaymiz. Agar nima deydi, birinchi marta qo'yayotganlar bo'lsa, ko'pincha men har doim aynan spiralni kumushini qo'yishga harakat qilaman. Keyin spiralga qaysi payt borib qo'y desa yaxshiroq degan savolni ko'p berishadi. Aynan spiralni hayizda 3-4-5-kunlarga qo'ydirish yaxshiroq effekt beradi.